To'rt kishidan hech qachon arazlamang. Otadan, onadan, aka-ukadan, opa-singildan. To'rt narsadan Alloh taoloning panohini tilang. G'amdan, mahzunlikdan, ojizlikdan, baxillikdan. To'rt kishiga bag'ritoshlik qilmang. Yetimga, miskinga, faqirga, bemorga. To'rt narsani taqinchoq kabi taqib oling. Sabrni, halimlikni, ilmni va saxiylikni. To'rt kishiga yaqin yuring. Muxlisga, vafodorga, ochiq ko'ngilga hamda sodiqqa. To'rt kishidan uzoq yuring. Oilangizga ko'z olaytiradigan fosiqdan, millat xoinidan, musulmonlarning xatosini izlab, sharmanda qilish uchun urinadigan quloqdan, dushmanga xizmat qiladigan pastkash do'stdan. To'rt kishiga ishonmang. Kazzobga, o'g'riga, hasadgo'yga va manmanga. To'rt kishidan mehringizni daryoq tutmang. Juftlaringizdan, farzandlaringizdan, oilangizdan, sodiq do'stlaringizdan. To'rt narsani kamaytiring. Yeyishni, uxlashni, dangasalikni, kalomni.